sürprizim, mana sürpriz. Ana kiryadigan mashina-yu, mana televizor. Bu safargi sarpasetimizda surpriz bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? Shu 15 xil aksessuari bo'lajak kelin bolamizga kim olib beryapti? Bo'lardi. Bo'lajak turmush o'rtoqlari deydigan bo'lsanglar, yo'q, adashdinglar. Bu safar bo'lajak turmush o'rtoqlari ham emas, o'zlari ham olmayaptilar. Bu safar dugonalari shu 15 xil aksessuari kelinimizga sovg'a qilyaptilar. Xo'p, hozirgi zamonda bunaqa mehribon dugonalarni topish juda ham qiyin, to'g'rimi? Men ketishlari bo'yicha oldingi sarpasetlarimni obzorlarini dugonalarga tashab, "Sen bilan shunaqa bir sarpaset yasatamiz" deb niyat qilganda kelib, dugonalarni to'ylari birinchi botgani uchun ularga to'yini sifatida $100 oshig'li sarpasetimizni sovg'a qilyaptilar. To'g'risini aytsam, shu sarpasetimizga buyurtma olishim bilan yo bir kun yo 2 kun o'tib, yana bitta qizimiz yozdilar, dugonamga sovg'a qilmoqchiman deb, ular ham $100 oshig'li sarpaset zakaz qildilar. Uni ham obzorlarini albatta keyingi videolarda qo'yaman. Videoni o'tkazib yubormaslik uchun albatta menga obuna bo'lib qo'ying. Gaplarim tugagani yo'q. Oldingi videolarimda dugonangizga tashlayin, olib bersin, dugonangizga tashlayin, olib bersin degan gaplarim ta'sir qilganmi deyman. Mehribon dugonalar juda ham ko'payyapti. Agar sizni dugonangiz ham to'y yaqin, lekin sovg'aga nima berishni bilmayotgan bo'lsangiz, sarpasetlarimiz menimcha ideal tanlov deb o'ylayman. Chunki qiz bolalar eng ko'p yoqtiradigan narsalardan bittasi taqimchoylar deb hisoblayman. Kelin bo'lganda sizni eslab taqib yuradi. Siz bu videoni kimga jo'natishni bilib oldingiz, to'g'rimi? Shunaqa mehribon dugonalar uchun bitta like bosib qo'ying, keyin jo'natib qo'yasiz.